Kunlardan bir kun och qolgan tulki o'rmon oralab o'ziga ov qidira boshladi. Ancha yo'l yurgandan keyin bir daraxt ustida bir xo'roz va 4 tovuq o'tirganini ko'rib qoldi. Shunda daraxtning ustiga chiqolmasligini bilgan tulki hiyla yo'liga o'tdi. "Ey xo'rozvoy, eshitdingmi? Hozir men majlisdan kelyapman" dedi. Xo'roz esa "Qanaqa majlis?" deganda sher janoblari barcha hayvon va parrandalarni yig'ib katta majlis o'tkazdi dedi. Xo'roz "Nima masala ko'rildi?" desa, Tulkiboy "U yerda bundan keyin barcha hayvonlar va parrandalar o'zaro do'st bo'lishi, bir-biriga yomonlik qilmasligi, yemasligi, janjallashmasligi haqida kelishuv bo'ldi" debdi. Unda Xo'rozboy "Juda yaxshi-ku" dedi. Tulki "Kelinglar endi pastga tushinglar. O'rtoqlashamiz, do'stlashamiz. Endi bir-birimizga adovat saqlamaymiz" debdi. Shunda Xo'rozning aqli ishlab, tulkining ayyorligini his qilibdi-da, u yoq bu yoqqa alanglay boshlabdi. "Nima bo'ldi Xo'rozvoy? Nega u yoq bu yoqqa alanglayapsan? Yoki yana mendan qo'rqyapsanmi?" debdi. "Yo'q, men sendan qo'rqayotganim yo'q. Uzoqdan qanaqadir shovqin ovoz kelyapti, shunga alanglayapman" desa, tulki "Yaxshiroq qarachi, nima gap ekan" debdi. Xo'roz u yoq bu yoqqa qarabdi-da, uzoqdan 3-4 ta itlar galasi kelyapti debdi. Buni eshitgan tulki asta-sekinlik bilan qocha boshlabdi. "Qayoqqa ketyapsan Tulkiboy" desa, "Boyagi majlisda itlar yo'q edi. Ularning xabari bo'lmasa kerak deb xavfsirayapman" debdi va orqasiga qaramay qochib qolibdi. Ko'rib turganimizdek, ozgina aqlini ishlatgan xo'roz va tovuqlar tulkiga yem bo'lishdan o'zlarini saqlab qolibdilar. Albatta, hiyla yomon narsa. Shuning uchun har bir kishi har bir eshitgan gapiga darrov ishonmasdan avval aqlni ishlatish kerak. Izohlarda fikrlaringizni kutib qolamiz.